Bugun 2025-yil 28-may. Bolgarskiy ko'chatlarimizga berilayotgan oziqalar haqida ozgincha ma'lumot berib o'taman. Bu O'zbekistonda 10-10-43 mana shu qanaqadir boshqacha firma, yangicha firma ekan. Men oldin ishlatmaganmiz. O'shandan 2 kilo o'shandan qo'shilyapti. Hop, masterdan qo'yganda, bir marta olib kelganda masterdan biroz qolib ketdi. 2 kilo qolgan ekan, undan 1 kilo undan qo'shib yuboramiz. Bu 2 kilo bo'lsa 2 kilo ekan, o'shani 1 kilosini qo'shamiz bundan hozir. Keyin 100 gram yantarniy kislota, 1 tonna suvga. Bular ham hammasi 1 tonna suvga aytdim hozir. 1 kilo master, 2 kilo 10-10-43, 100 gram yantarniy. Aytgan yantarniy ekan. 100 gram borniy kislota. Temirda o'rniga Novagro firmani 15-45 mikroelementini olib kelgandik. O'shandan 150 gramdan qo'shib yuboramiz. Xuddi shu Novagro firmada 320 ni mikroelementini undan ham 100 gramdan qo'shib yuboramiz. 1 tonna suvga shu oziqalardan beriladi endi. Mana bolgarskiylarimiz holatlari. Bular endi hozir to'g'risi vaqtam yetmayapti. Ochib ip tortib chiqqandim. Biroz ikkita tiplisaga. Mana bolgarskiy solishlari. Hosil solishlari ko'p emas, bunaqa bo'ladi, lekin bu safar ko'proq chiqadi deb bilmagandim, lekin ko'proq palagi o'sganligini hisobiga ham hosillar unaqa qarasa ko'p emas. Faqat shu past tomonlar o'sha shamol yaxshi aylanadigan tomonlar rasa hosillari ko'p mana shu chekada. Shunday ko'rinib turibdi hozir. Hozir mana shu tayyorlagan aralashmamizga hop 100 gram 320 5-15-45 dan 100 gram yantarniy kislota 100 gram borniy kislotani 150 gram qo'yardim. Gulini yaxshiroq ushlashligiga. 10-10-43 dan masterdan qo'shib faqat alohida eritiladi. Magniy nitratdan yarim kilo qo'shib yubordim, qo'shimcha qilib. Shularning hammasini 1 tonna suvga alohida eritib kapilnidan oqizamiz.